Boshla. Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana navbatdagi mebelimizni o'sonlikka qilib oldik. Buni Samarqand shahar aeroportga qo'yib berganmiz. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, 4 metrga 330 razmerda qilib tayyorlab berdik. Kimga sizlar xizmatlaringiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, buni ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonni joy yig'ilganlar uchun, joy yig'ish uchun kattaroq qilib yasab berganmiz. Hozir vakuumli mexanizmda. Bu tomonlarga polka va resilyansa qo'yib berganmiz. Bir tomonda polka, bir tomonda turbali. Petlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. 6 ta petni qo'yib berganmiz. Eshik katta bo'lgani uchun tepalarni masalan antresolga qilib berganmiz. O'rtasiga televizorga joy tashlab ketganmiz. Taglarni ham masalan shkafcha qilingan. Katta narsalarni qo'yish uchun. Buni vakuum mexanizmi Portugaliyada Samet firmaniki. Kimga sizlar xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Samarqand viloyati bo'ylab dastlabki uстановkalarimiz tekin. Bundan tashqari boshqa viloyatdan bo'lsa, kelishilgan holda pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqing.